Assalom. Kitap okuş munberiga hoş geldiniz. Hazır anlaydıqınız Tursunay Yunus'ның Vatan Söygüsü namlı romanı. 43. bab. Aradan yana bir neçe yıl ötüp ketdi. Zulfiyaның kütüş, yana kütüş derdide puçalanğan yüreki halsır edi. Çegrağa qarab közleri teshildi. Muhabbet, hecran azabı onun yürek bağrını par qılıvetdi. Tosatdan bir günü çegra içilipdi degan xabar yetip kelişi bilen Zulfiyaның beşi kökke yetdi. O şu günü uyga kelipla apsini quchoqlab ün selip yig'ladi. Ana qo'rqib ketdi. Nima bo'ldi? Nimaga yig'laysan? Men qarag'ina qizim. Ana hayron qoldi. Zulfiyaның ko'zi yosh bo'lg'ini bilan chehri oftobdek ichilib ketgan edi. Chegra ichilibdi, apa! deb takrorladi Zulfiya barliq ovozi bilan. Ana bola ikkilan shu kecha xo'shalliqdan uxlay olmadi. Gohi bir-biriga eslib yig'lashsa, gohi bir-birini quchoqlab kulishyapti. Zulfiya atsin boshlab taraf-tarafga qotirdi. Boyimxon cho'ng opalari avval. Zulfiya ulardan xeyli keyin chegradan o'tish ruxsatini oldi. Mana, uning safarga chiqadigan kunimi yetib keldi. U aeroplanga chiqqanda Helala qapsidan etilib chiqib ketadigandek döpüldep soqiyotgan yurakini qamallab tutib o'ltirib oldi. Hijron bilan visol orliqidagi ashu daqiqalar uni taqasa qiladi. Kallasida har xil shirin xiyollar agiydi. Ana, Urumchi aydirinmi ko'rindi. U chamadonlarni ko'tarib sirtqa chiqqanda burun o'zi turgan, o'qigan bu shaharni to'niy olmay qoldi. Bu yerning gül giyohlari, rat qurilishlari, kishilarning kiyinishlari, yurish-turishlari ko'p o'zgargan edi. Ana, ikki do'sti guldastlarni ko'tarib, uningga qarab yugurib kelmoqda. U sumkalarini tashlab, do'stlariga qarab etildi. "Ajabmi obdan vaqt kelding, seni bak sig'ingandiq", dedi ular uni bas-basda quchoqlab turib. "Rahmat jinimlar, men sizlarni bak sig'ingan dedim. Xudo ko'rishishga nasib qildi", dedi Zulfiyam hayajonini bosolmay. Ular jip mashinaga o'ltirib, yo'l bo'yi bir-biriga gap bermay so'zishib mangdi. "Bu kunlarni qanchalik zorqib kutgan edim a?" dedi Zulfiya hayajonini bosolmasdan. "Rostini aytsam, toki aeroplanga chiqqacha mushu zaminga rost ketyapamdiman deb gumon bilan yuragim iziga tushmadi jumu. Sizlarni ko'rib, rost ekanligiga ishondim." Keldik. Mashina Mahmud qarning qo'rosi oldiga kelib to'xtadi. Ular yuklarni ko'tarib, qo'roga tushirib qo'yib, "Sen 1-2 kun demingni ilib olgin, seni ko'rgili ayrim kelamiz", deb mashinaga chiqib ketishdi. Uydan bir ayol yugurib chiqdi. Zulfiya bu ayolning Boyimxon opasi ekanligini ko'rib, turib qoldi. "Kel qizim, meni ko'rib hayron qilyaptamsan", deb Boyimxon bag'rini kam ichib uni quchoqladi. Peshonasidan ko'zlaridan so'ydi. "Boyimxon opa, sizni tanimay qolg'al tas qopdiman. Toshkentga chiqingizda bakli o'ruq, ojiz edingiz. Tov deyman. Endi qarsam, timan bo'lib yoshirib ketibsiz-jimi? Tüf, tilim tegmasin yana", dedi uni quchoqlab turib. Zulfiya yuz ko'zlarini yuyib chiqish orliqida Boyimxon dasturxon rastlab issiq ahnan, samsa, kaboblarni akirib choy damladi. Zulfiya dasturxonga kelib o'ltirib, choy ishga so'rdi. "Siz bilan bu uyda uchrashib qolarmiz deb o'ylamabdi ekanman. Ko'rib bak xush bo'ldim. Mahmud qarchong dadamchu?" "Akamiz bir ishlar bilan yurtga ketgan, pat arda qaytmoqchi. Qani, mazalardan olgin. Mav issiq samsini hozirla to'nirdan olgan", dedi Boyimxon xushxuy kulimsirab. Zulfiya bir tal samsini ilib, bir chetidan tishlab yeb, choydan bir o'tlab oldi. "Uzoq bo'ptikan bundaq mazalik samsi yemigili. Bek o'xshabdi. Aras hojat odam ko'rinmaydi-ku. Obdan turib atamdi." Boyimxon bir pas jim o'ltirib ketdi.
ko'ziga g'o'shida kelgan yoshlarni surtib etdi, gap boshladi. Mattursun hoji keyingi kunlarda bak ojizlab ketdi. Gap so'zmi qilmaydigan bo'lib olgan edi. Biz vatanga qarab yo'lga chiqqandan keyin birdilla chalinib ketdi. Elim ko'z oldimda turibdi. Bechora vatan tuprog'iga qadam besibla yerga yukinib o'ltirib, avval uzoqdan uzoq duo qildi. Keynidan yuzini tuproqqa yiqib, to'psini ko'ziga surtib, uzoqqacha o'ltirdi. Biz to'nigan yoki to'nimagan kishilar bo'lsin, oldimizga chiqdi. Ota-onamiz to'g'risida nurg'un paranglarni qilib berdi. Aradan 40 yil o'tgan o kunlarda ota-onamiz tugul demakli kishilarmi tugab bo'pti. Biroq yurt, xalq bizning oilani unutmabdi. Hoji o'zi tug'ilib o'sgan uyini ko'rishga oldirdi. Biroq yurtda taraqqiyot zo'r bo'lib ketgachga, ko'ni uylar chiqilib, yangi yo'llar ichilib, yangi uylar silinib ketgan ekan. Uylarimizning izini topolmadik. El jamoatdan so'rab yurib, ota-onamizning qabrisini tepib, ruhiga uzoqdan uzoq duo qildik. Qo'lim qo'shnilar bizni obdan kutib oldi. Qo'shnimizning uyida qondik. Atsi qopib qarsam, hoji midirlamay yotdi. Hoji shu yotqinicha jimmidi ketib qoldi. Zar-zar yig'lab yurib, uni uzitib qo'ydik. Uning orzusi vatanning tuprog'iga yetish edi. Rahmatlik, bak oq ko'ngil, yaxshi kishi bo'lg'ashqa Alloh uning tiligini ijobat qildi. Shuningdan keyin yana Mahmud Qarikam beshimni siladi. Dunyoda ajoyib esil odamlar bo'ladi ekan. Mana Mahmud Qarikam Hasanjon akam bilan faqat do'st birodar. Ya bizga tuqqan emas, biroq bizning tuqqanlarga oz yaxshilik qildim. Mana mushundaq odamlar hajiga 10 qatim borganning savobini oladi. Mening chiroyimning obdan bo'lib kelishimi rohatdan qizim. 65 yoshga kiray dedim. Har kuni namozimda Mahmud Qarikamga duo qilaman. O'g'illarim qaytib kelguncha mush uyda turadigan bo'ldi. Esim qursin. Xat suratlar bor. Ko'rib boqamsan. Ma'qul. Baimixon uydan bir necha parcha xat va suratlarni ilib chiqdi. Mana, mavu cho'ng o'g'lim Sodir, mavu ayoli kashmirlik musulmon qiz. Tova, qo'sh kezak bularg'imi udum bo'pti. Ko'rdingmi? Mavu qo'sh kezak qora ko'zlarining cho'p-cho'ngli yigit bo'lib qolganini. Bu qizi bu yil 16 yoshga kirdi. Bu kichik o'g'lim Nodir. Onunmu ayoli Pokistonlik musulmon qiz. Bular ularning ikki o'g'li. Navirlarim bir-biridan chiroyli cho'ng bo'ldi. Endi Xudoyim bir ko'rishga nasib qilsa edi. Bek yaxshi bo'pti, Bayim appa. Ular Uyg'urcha bilamdi. Ular necha tilni biladi. Kichigidan tortib Uyg'urcha o'rganishni ching tutdik. Uyg'urcha savodini mo chiqardik. Mana qaramamsan, bu xatlarni sap Uyg'urcha yozgan deb konvertni tanladi. Zulfiya xatdan birini ichib o'qidi. Opajon, yaxshi turdingizmi? Bizlarmi salomat? Obdan turdik. Bu qitim ajoyib bir ish bo'ldi. Aka-uka ikkilan Kashmirga ko'p mal yutkidik. Ularni bir sodigar to'pla ilib oldi. Pulning yarmini berib, yarmini keyin berayli degan edi. Bir oy saqlab pulni ola olmadik. Surishtirsak, u biz tug'ilgan uyning heliqi xo'jayini ekan. Mana emsi deb uning qoro joyini setib oldik. Biz yurtga qaytgandan keyin sizga xohlagan yeringizdan uy elib beramiz. Ondan siz qul bo'lib ishlagan ashu qoroda, dadamni ko'chaga tashlab atgan boyvachchaning qorosida az bo'lsa-mu o'zbek o'zxon bo'lib o'ltirib beqing. Shu vaqtdagi hissiyotingiz bilan chiroyingizni ko'rishni bakmi xohlaymiz. Allohga omonat. Opajon, salomat bo'ling. Xudoyim buyursa, pat yaqinda didorlashimiz. Hurmat bilan o'g'lingiz Sodir va oilasi, o'g'lingiz Nodir va oilasi. Boyima apa, tartqan japoyingiz badliga endi yaxshi kunlarga erishgudaksiz. Qarang, o'g'illaringizning no'chiligini, yuragida o'ti bor yigitlar ekan. Menmi bek faxrlanib otman jumi. Rahmat qizim. Harost
Reyhan qandaroq turib atыды. Немишқа білі келмеді? Apammo her halda yaxshi. Şu yaşqa kelgende pat-pat ağrıp qaladı ekan. Bu qitim asosliqi erimni izlab kelishim. Apamning o'tda kelgusi bor edi. Xudoyim buyursa, kelarki qitim o'zim elib kelaman. Ular shu tariqada so'zlashib, kunduzni kechiga uladi. Boyimaxon Zulfiyaning kashmishlaridan to'liq xabardor bo'lib, uningga ichi og'rib, ko'zi yish qildi. Әтістін тартып, taraf-tarafdan kelgan do'stlari patichlarning oyig'i besilmadi. G'alati yeri kelganlarning ko'pinchisi uni uyiga chaqirdiganligini, mehmon qildiganligini aytishdi-yu, hech kim Olmos to'g'risida bir ig'iz so'z qilmadi. Buningdan Zulfiyaning yuragi qattiq og'di. 44-bob. Zulfiyaning kelganligini anglagan Olmos o'diqdi, qizardi. Lavlarini tishildi. Nima qilishini bilolmadi. Chunki uningga ig'ir besim bo'lib turib atgan yangi oilasi bor edi. Olmos kim biladi, uni to'y qilgan bo'lsa-chi. Undaqda u nimishqa o'zi yolg'iz keladi deb o'ylab qoldi. Bu chigish masalani Olmosning yaqin do'sti Yori yashdi. U Olmos bilan ko'rishib etdi. Zulfiya shundoq chiroyli turibdi, do'stim. O texçe senin nikohingda ekanligini aytdi. Meningdan seni so'rab edi, chaqchaqqa yo'lab uni kuldirib qo'yib, aran o'zimni sirtqa atdim. U seni heligacha shundoq yaxshi ko'rdiganligini, bir kunmi unutmaganligini yig'lab turib do'stlarga aytibdi. Endi qanday qilasan? Olmosmi Zulfiyani ko'rishga shuncha tashna bo'lsa-mu, amdilikda yuragini bir azob ichishtirib atdi. Men uningga va'da bergan. Bir kunmi ayrılmayman degandim-ku. Agar chegir taqalmagan bo'lsa, buningga zodi kim ayiblik? Uning bilan ko'rishsam, Zuhra yig'isini boshlaydi. Ondan g'albi g'uvg'a, jidal majra, gap so'z butun shaharga pur ketadi. Adash, nim bo'lding? Bir nima demamsan? Hey, nim bo'latdim. Ikki toshning orasida qoldim. Biroq uning bilan cho'qim ko'rishiman. Uning muhabbati yuragimda saqlaqliq. U mening tunji so'ygan, o'zim kuyib pishib olgan ayolim. Rostini aytsam, uni bir kunmi unutmadim. U texchi mening nikohimda turibdi. Buningdan ortiq muhabbat bormi? Endi bizni bir amal qilib uchrashtirgan. Chataq yo'q. U hozir sen bilan ko'rishga intizor bo'lib turibdi. Hozirla aytay. Uyda xotin yo'q. Jurtqa ketgandigina kang tasha 3 yig'iz uy yetamdi-ya? dedi Yari pixildab kulib. Sening moshundaq yerlaring demisam, adash. Naq joyda asqatadigan bo'ldim. Uzoq yillik yig'ilib qolgan hasrat, dard gaplar bilan u uyga patmay qolsaq, derizni ichib yetarmiz. Uyingning kayni boqqu. Kasafat. Ajabmi joyda gap qilding. Uyimning kayni intayin xoli baq. Uchar qushdan boshqa hech narsa kira olmaydi. Sizlar oshiq-mashqlar uchun chorvoq bo'lishga yaraydi-jumi? dedi chaqchaq aralash. Mushki o'yin chashqanga qiyin do'stim. Men hozir chashqandek bechora degina. Rostini aytsam, uning bilan qaysi tariqada ko'rishishni bilmayman. Odam o'zini tutib olaman degani bilan yurak unmaydi. 2 kundan beri gelimdan sodun boshqa narsa o'tmadi. Uni shuncha yil so'ygan edim. Hozirmi yana shundoq chin yuragimdan so'yman. Biroq mening ishim uni cho'qim qattiq ranjitib, yuragini ziyda qiladi. Men mush yerda saqlab turay. Sen uningdan xabar ilib kelgin. Qarab turmay, chaqqaroq bo'lsang-chi, o'tinib qolay. Mana mangdim. Sal tursam yig'lab ketadiganda qilasan. Chiqqanlarning hechni ertishga ulgura olmay qolmay yana. Amsa saqlab turg'in. Yari ketgandan keyin Olmos ichidan titildab o'tira olmayli qoldi. Yari ayol bo'lmayla qaytib kelgan bo'lsa-mu, vaqt uningga bak uzoq to'yilib ketdi. Yari ularni tushdan keyin soat 4 da o'zining uyida ko'rishidiganga to'g'rilab kelgan edi. Degan vaqt to'shdi. Olmos Zulfiya yetib kelguncha heli derisini qarasa, heli eshik tuviga baratdi.
uning bilan qaysi tariqada ko'rishishni bilolmay tamtiraydi, hayajonlanadi. U deraza pardasini qayirib, do'sti yori bilan kelayotgan Zulfiyani ko'rdi-da, qo'llari titrab, putlari bo'shab, o'zini yo'qotib qo'yg'ili tasli qoldi. Zulfiya asriq samirib qolganligini hisobga olmaganda, hech qancha o'zgarmagandek ko'rindi. Bo'y basti xushbichim, ustiga sutrang kostyum yubka kiygan, shu rangda sumka tutgan, qirqim chochlari o'ziga yarashgan, mengishlari shundoq nazokatlik. Zulfiya, qadrlikim, oxiri ko'z oldimda paydo bo'ldingiz. 20 yil burun biz bir-birimizga chidayolmay yosh to'kib, qayt quchoqlashib xo'shlashgan edik. Mana bugun biz yana shunday quchoqlashib ko'rishimiz. Sizning oldingizga chiqaymi? Yo'q, unda qilsam bo'lmas. Sirtda ko'rishsak, o'zimizni tutolmay qolamiz. Sizni yana uyda saqlay. Xoli joyda kutay. Ana u eshik oldiga keldi. Ko'zlari shodlikdan nurlanib ketyapti. Mana eshik chekildi. Almas eshikni ochdi-da, marhamat deb uning oldiga keldi. Zulfiya bu so'g'dan qandoq kirganligini bilolmay qoldi. U Almasga qarab ketib qolgan edi. Bir necha daqiqa ikkisi bir-biriga shunda qarashib turib qoldi. Zulfiyaning tili gapga kelmaydi. Putida masqalchi maqbir qolmagan, lag'ildab titrab ketyapti. Almas uni yiqilib ketmasin deb yo'lab elib mangdi-da, divonga o'tirg'izay deguncha behush bo'lib yiqildi. Almas jiddiylashib, "Yori, qimsan?" deb do'stini chaqirdi. "Bo'lchapsan, mashina tap, doktorga apirayli. Mana hozirla." Yori qandoq oldira chiqib ketgan bo'lsa, shundoq oldira yenib kirdi-da, Zulfiyani ikkisi ko'tirib mashinaga selib, jiddiy qutqizishga ilib mangdi. Uzoq yillik ayrilish, hijron, tashnoliq, g'oyib bo'lgan muhabbat, qaqjiragan hayot Zulfiyani hasrat dengiziga g'arq qilgan edi. U go'yo shamolda qolgan yolg'iz giyohdek titraydi. Yenida turgan kishining eri ekanligiga ishonmaydi. U ishq o'tida o'rtangan yuragini qamollab, g'ayrat bilan ko'zini ochmoqchi bo'ladi. Lekin unchalik mag'duriy ham qudrati yo'q edi. Doktorxonada Almas uningga ko'z tikib o'tiradi. Bir tamchi tushayotgan suyuqlik Zulfiyaga foyda qildimi, bir kamda ko'zlarini asta ochdi. "Bu rostli sizmi?" Ha, Zulfiya. Shuncha yildan beri meni tashlab etdingiz. Nemishqa umra qilasiz? Zulfiya, siz endi esingizga keldingiz. Bo'ldi, azobli yillarni tilga olma. Men sizga hamma ishlarni bir-birlab so'zlab beraman. Biroq sizni bir kunmi unutmadim. Bu qitim sizni ko'rib, xushliqim olamchi bo'ldi. Mana biz texi hayot qayta uchrashdik. Buning o'zila bir tepilg'usiz fursat ham xo'shallik emasmi, jinim? Almas nurg'un so'z qildi. Biroq Zulfiya yig'isini yig'lab qoyil bo'lmadi. Men sizga shuncha ko'p xatlarni yozdim. Siz bir parcha xatda chegara taqoldi deb yozibsiz. Men shu kuni yig'lab, varqirab tas qoldim aqlimdan ozg'ali. Men sizga nima qilgan, nemishqa menga ishingiz og'rimaydi? Nemishqa shuncha xatimni javobsiz qoldirsiz? Zulfiyaning qor yomg'ir yig'isiga, nolasiga chidayolmagan Almas uning qo'llarini olqiniga ilib, mangziga yoqdi. Sizmi yig'layapsiz? Ha, ikkimiz tang yig'layapmiz, Zulfiya. Meningmi dardim, sarguzashtlarim bor. Sizga hammani aytib berman. Tinchlaning. Aram bir ko'rishganda unda qilma, bo'lamdi. Sizdan o'tinib qolay. Zulfiya ko'zini ochdi. Uning yig'idan qizargan ko'zlarida yaqinlik nur chaqnadi. U Almasning ko'zlariga tikildi. Almasning bahorni asıltadigan yeshil ko'zlarida muhabbat o'tlari yonatdi. U o'tlar ko'zdan ko'zga, ko'zdan yurakka berib tegadi. U yosh vaqtidami
shundoq yiqimli hissiyot bilan kulimsiraydi. Hozirmi shu siyoqda. Sofiya, siz yiroqda bo'lsingizmi, yurakimning cho'nqir qatlamida siz bilan birga yashadim. Sizning har bir tiniqlaringizni unutay olmadim. Ammo manglagan ko'zlar ichidan ko'zlaringizni zodala topolmadim. Sizning ko'zlaringiz shuncha nurona, yiqimliq, jazbidar edi. Shunda qilib, ne sahib jamollarmi ko'zimga ko'rinmadi. Rostmi? Bu so'zlaringiz rostmi? Rost. Siz yolg'izmi? Suolimga javob bermaysiz-ku. Zofiya, biz ko'ngilni xo'sh qiladigan, dillarni yoyirtadigan so'zlarni qilayli. Kunlar, tunlar uzoq, shuncha yillik ishlarni bir kunda so'zlab tugatgili bo'ladimi? Ne kechilar hikoya etishimiz, avval o'g'limiz haqida gap anglay, dedi Almas Zulfiyaga yelinish nazarda qarab. İkimiz yig'lab ayrilgandan keyin Toshkentga kelib, 2 qat bo'lganligimni bilib, shuncha shodlandim. Biroq bu xo'sh xabarni aytay desam siz yo'q. Oxir xat yozdim. Tunji to'g'itimda siz ota bo'ladigan baxtlik minutlarda yenimda bo'lishingizni, farzand shodligidan tang bahramon bo'lishimizni orzu qilgan edim. Biroq orzularim xiyol peti qoldi. O'g'limiz cho'ng bo'lib, ikkimizning ahvolidan xabar topgandan keyin suyirtingizni xotira dafterining ichiga silib olib, yenidan bir kunmi ayrimadi. Shu topda ikkimizning didorlashganligimizni bilsa, qanchalik xush bo'lib ketar edi-ya. Men hozir bek xush bo'layapman. Hayajonlanyapman, ham to'lim xijil bo'layapman, dedi Almas ig'ir tinib. O murakkab turmush, murakkab hissiyotlar qo'ynida laylab yuradi. Bir o'ylasa, xuddi uxlamay tush ko'rgandek bo'ladi. Yana bir o'ylasa, rahimsiz reallik ko'z oldida turadi. Opam sizga salom aytdi, dedi Zofiya. Opamning ahvoli qandayroq? dedi Almas xiyoldan bosh ko'tarib. Opam oilamizning ig'ir yukini ko'tarib keldi. Bir qancha qitim ig'ir og'ridi. Hozir xili yaxshi turibdi. O'g'limizning bo'yi sizdan egiz, chiroyi sizga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Biroq mijozi sal chustroq. U rus bolalar bilan birga o'qib, birga o'ynab, rus mijoz bo'lib qoldi. Uni hozirli ko'rgim, bag'rimga bosqim kelyapti. O'g'limizni opa ham dada bo'lib beqib cho'ng qilganligingiz uchun sizga qancha tashakkur etsam tugamaydi. Xudo xolisa, uningga dadaliqni yetkazaman. Keyingi ishlarga o'zim igidorchilik qilaman. Buningga ishonaman. Siz va o'g'limning oldida qarzdor bo'lib ketdim. Endi shu majburiyatlarimni to'liqlab o'tmasam, umrlik pushaymonda qolaman. Shundaqmi? Ikkilan bir-biriga qarab xushxuy kulimsirashdi. To'g'ri, muhabbat bilan mas'uliyatni tang o'tayaligan bo'lsa, Almas hargiz hozirgidek azoblanmas, puchalanmas edi. U otaliq burchini amalsiz ado qilolmaganligiga bak ichindi. Biroq bu vafosizlik emas, balki taqdirning o'rinlashtirishi edi. Zulfiya hozir shuncha xo'shal, baxtiyor hissiyotda bo'lgan bo'lsa-mu, bir savol uni qiynaydi. Eg'izidan chiqarishga jur'at qilolmayotgan bu savolni yechishga aldirab ketyapti. Bir ara, bir ayolni shuncha uzoq yil saqlay olamdi. Bu mumkinmi? Yo'q, mumkin emas, deb o'yladi u. Almasning muhabbati haqiqiy muhabbatmi yoki soxta muhabbatmi? Haqiqiy muhabbatning o'lchami qandoq bo'ladi? Almas, siz bo'ldi Zulfiya. Sizning nimani so'raydiganligingizni bilaman. Men bir erkak. Turmushda go'y ishlarni oldin mo'ljarlab o'rinlashtirib bo'lmaydi. Men kichkina savallik tufayli vayron bo'lg'um, yana kelib
o'zimga qo'shib yana bir ayolni vayron qilg'im kelmadi. Shu vaqtda agar men uning bilan to'y qilmasam, har ikkimiz xizmatimizdan ayrilatdik. Ig'roq bo'lganda istil xatoligi deb emgak bilan o'zgartish maydoniga ketatdik. Shuning bilan bütün istiqbolimiz tugaydi. Buni menmi taqdirmi ravo ko'rmaydi. Men faqat shuni deyalayman. Biroq sizni izchil so'yib keldim. Men nurg'un xonim qizlarni, sohib jamollarni ko'rdim. Yana vatanimizning eng go'zal tog' daryolarini, sehrli ko'llarini, cheksiz ketgan mahmalda yeshil yayloqlarini, o'tqashdek quyosh qizdirgan taklimakon qumliqlarni ko'rdim. Sizga aytsam, shu chog'larda siz bilan birga bo'ldim. Siz bilan birga yashadim. Siz qalbimdagi birdan bir sohib jamol qizsiz. Ko'nglimdagi go'zal dunyosiz. Vatanim mening go'zal orzu armanim bo'lganidek, siz ham mening go'zal orzu armanim. Meni tushuning. Men bir erkak. Men sizga ko'nglimda saqlagan hislarimni so'zlab beray. Ko'nglimni izhor qilay. Bo'lamdi. Zulfiya temir qab qoldi. 45-bob. 3 kundan beri doktorxonada apsiga qarab uyga qaytalmagan Zuhra bugun kechqurun uyga keldi. Biroq uyda olmas yo'q edi. Bir yerga kelsa xat yozib qo'ydi deb ustalga qarab boqdi. Hech nima yo'q. Zuhra uni izlab maktab qo'rg'osiga chiqdi. Maktab ichi yo'l chiroqlari bilan yo'ritilgan yo'l bo'yidagi o'rindiqlarda, chimliqlarda qiz yigitlar, erlar, gohi o'rindiqlarda bo'lsa, ayollar paranglashib o'tirishadi. Zuhra qizil binoning oldiga kelishi bilan oldiga bir do'sti uchrab qoldi. "Bormisan Zuhra? Bek oldirash o'xshamamsan. Xeyli kunlar bo'ldi uchrasha olmadik", dedi do'sti qizg'in ko'rishib. "Opam doktorxonada yetib qolgan, kasal beqib oldirash bo'lib qoldim degini", dedi u atrofga sapsalqash. U do'sti bilan so'zlashayotgani bilan yerni chiliqib qolamdikin deb ko'zlari yo'lda edi. "Doktorxonaga mang'an o'xshamamsan? Nadikini, uyga kelsam bizning kishi yo'q, shunga izlab chiqishim", deyishiga do'sti biliqqina kulib qo'ydi. Zuhra uning o'rinsiz kulishiga bir qismi bo'lib turishiga u yana "Bo'pti, erangni chaqqaroq tepib ol. Qaraganda hech ishdan xabaring yo'q ekan-da", dedi. "Voy adash, jahondagi ishning to'laliqida qaysi bir ishni uqib bo'lg'ili bo'ladi deysan? Nima ishdi?" "Voy, rost anglamadingmi? Zulfiya kelgili 3 kun bo'ldi. Urumchida hammada mo'nglab bo'ldi." Bu tuyuqsiz xabar Zuhrani cho'chitibdi. U beshiga bir chelak so'g'uq suv quyilgandek andikdi-da, chiroyi bir qizarib, bir tatrib ketdi. U bir ozdan keyin o'zini sal o'ngshilib yana so'radi. "Nima ish qilyapti? Nega tushibdi?" Do'sti Zuhraning so'zlariga ajablanib turib qoldi. Birdamdan keyin tazi kulgisi kelib ketdi bo'lg'ay, aldiramay, tamtirmay turib, "Bu qandoq savol do'stim? Bu yerda uning urug' tuqqanlari uning ustiga eri tursa, bu yerga kelmay nega boradi deysan?" dedi qash qapoqlarini suzib turib. "Nima dedim? Eri demsa?" "Ha, uning eri chegara taqalg'ashqa ikkisi ayrilib turgan, lekin qizil qog'ozni oqqa almashtirmagan tursa." "Yey!" dedi Zuhraning zardistishi. "Uning o'xshash ayrilgan er-xotin degan ko'rmang. Hammasi erga tegib, xotni elib yashadi-ku. O'zligidan ayriladi shu." "O işte. Echib yig'irimga tegding-a? U kimning uyiga tushibdi, deb bagina?" "Yo'q, bilmayman. Men-mo seni ko'rmagan, hech nima demagan bo'lay-a? Aldirashishim bor edi", debla mangdi do'sti. Zuhra birdinla lassida bo'shab gullikning chetida o'tirib qoldi. "Endi men qandoq qilarman? Olmasni deb uyimni buzib, balamni yetim qilib, erimdan ayrilib, uning bilan to'y qilgan tursam, endi uning qonun ayoli kelsa,
Men qanunsuz ayarlı bulup qalamdım. Yo'q. Menmi qonunluq to'y qilgan. Biroq Zöhre qanchalik o'ltirib o'ylansin, ish qilib bir qiyin savol, hal qilish tas bo'lgan masalaga duch kelganligini to'nib ketdi. Biroq u osonlik bel qo'yib etadiganlardan emas edi. Shunga uning o'ylari texnik jiratlarga ketdi. Voy Zöhre, bu yerda o'ltiribsiz-ku. Zöhre xiyoldan beshini ko'tarib, oldida turgan artist yerini ko'rib, cho'chib ketdi-da. Ajabmi qo'rqitib etdingiz-ku odamni? dedi ochiqini onundan elib, ho'miyib turib. Yurakingiz hali tom edi, asalla qo'rqadigan bo'lib qapsiz-ku xotin. Kim sizning xotiningiz ekan? dedi Zöhre ochiq. Burun shundaq edi. Kelgusidimi shundaqroq ish bo'ldigandek turdi. Siz eng mushkul kunga qolganda yeningizga undim. Anglasam, Almas bilan Zulfiya bir necha kundan beri Farhod sherim bo'lib yashab etibdi. Buni anglab sizga ishim og'rib ketdi. Siz hororingizni qo'g'dashga usta ayolg'u. Bu qitimmi shundaq qilsangiz uchsiz. Siz zot nim demoqchi? So'zim nihoyatda tushunishlik. Hamma kishi Zulfiyaga hesdashlik qilib so'zlab etibdi. Ikkimiz yarishib qolsak, sizga obdan yo'l ochiladi. Siz bilan yarishamdim? Xo'sh bo'lsangiz bo'ladi, Zöhre. Sizmi bir erga tagdingiz, menmi birini oldim. Birga bir. Hisobot durust bo'ldi. Endi siz Almas ig'iz ochqicha ig'iz ichib olsangiz, haqning oldida yuzingiz yo'riq bo'lmamdi. Yana kelib, mendek yaxshi erni nerdan topsiz? Qani, obdaroq o'yilining. Bir qarorga kelsangiz, meni izlang. Biz ularning oldida yarishib olaylik. deb xo'shlashib ketib qoldi. Zöhre yana xili uzoqcha bu yerda o'tirib qoldi. Do'stining so'zlari uning zardasini qaynatib, ko'nglini bearam qilsa, burunqi erining allaqandoq so'zlari uning beshini aylantirib etdi. Biroq u biletdi. Hammadan kashsimi Almasdan oson kechalmaydi. U uyga kirib, karavotga o'zini tashlagan bo'lsa-mu, tong otqicha kirib qoqmadi. Hozirgi ishlarni hal qilishga besh qatdi. Tong otqicha Almasning uyga kelmasligi uning ichini achchiq qilib etdi. Endi Almas kim tarafda turar? Zulfiya tarafga eg'ib ketsa, men qanday qilarman? Xalq olam oldida qanchalik so'z cho'chakka qolarman? Bolamchu degandek savollar kallasini o'chaq qilib etdi. Biroq bu ahvolda u savollarga javob topolmadi. Zodi qanday qilish kerak? Nima qilaman? Nima qila olayman? U atsi tushkicha loydek yotdi. Qo'rsiqqa oshqinini, ussig'inini bilolmadi. Biroq bundaq yetaversa bo'lmaydi-da. U o'rnidan dast turib, bir maydon jangga otlandi. U o'zini, eri Almasni, bolasini qo'dash plani bilan Zulfiya tushgan uyni izlab topdi. Uy eshigini Zulfiyaning bir do'sti ochdi-da, Zöhrani ko'ribla chiroyi unib ketdi. Zulfiya bilan ko'rishamsiz? deb so'radi uningga sovuq nazarda qarab. Ha, u bordi? Zulfiya hozir uxlab qolgan edi. Ya kechroq kelamsiz? dedi uni uyga kirgizgisi kelmay. Kelgandan keyin kirib bir dam saqlay. Uyg'onganda ko'rishsam bo'ladi-ku. deb Zöhre ijozat olmay kirib ketdi. Zöhre chaqqangina uy jihozlari nihoyatda esil, pokiz, ozod uyga kirib, xo'rim sofada o'tirdi. U ichida uxlab qolganimi obdan bo'pti. Biroz o'ylanib oldigan bo'ldim. U eg'iz ochmasdan burun hargizmi Almas to'g'risida so'z qilmayman degan xiyollarni ko'nglidan o'tkazib oldi. Zulfiyaning do'sti hamma ishdan xabardor bo'lg'achqa ko'ngilsizlik chiqishdan ansirab qolgan edi. U adab yuzasidan bir piyola choy qo'yib qo'ydi. Ajab anglamoqdiman. Qachonroq keldi? deb so'radi Zöhre o'zini tutib elib. Bugun 4 kun bo'ldi. U yo'ldan bek charchab ketdi ekan, uning ustiga ta'tichilar bek ko'p bo'lg'achqa charchab ketdi. Shunga birdam yetib olsin degan edim, dedi. Yota qo'ydim. Do'stim, kim keldi? degan ovoz anglandi. Zöhre kelibdi. Hozirda chiqay.
Zöhre yataq öydün köz üzmey qarab turdi. Esil güllük kiriptin kaltiyan köңlek kiygen, qirqim çaşları şundaq yaraşqan Zulfiye öydün sil sipahi menip çıktı. Zöhre orundan turup onun aldığı bardı. İki dost, iki raqib ün-tinsiz qucaqlaşdı. Qeni deyişip joyiga o'ltirishdi. Arani jimjitlik bosdi. Salomat kepsan Zulfiye, yaxshi turdingmi? deb eg'iz ochdi Zöhre. Yaman emas. Moshunchalik turdim. Sizlarni, yurtni bak siyg'indim. Taqazolikda chegara ichilishi bilan sizlarni ko'rishga keldim. Bu yerlarmi bak yaxshi bo'lib ketibdi. Qandaqroq do'stim, o'zingmi obdan turgansan? dedi Zulfiye Zöhre'ga qarab. Qadir ahvol, mushu shaharni saqlab, jonni o'g'irga bermay yurdik. Sizlar Iroqqa parvoz qilib uchib ketdinglar. Opam og'rib qelib, oliy maktabda o'qiy olmay, pochtaxonaga xizmatga tushgan edim. Bir obdan turmush kechirib kelyaptiman. Yaxshi bo'pti. Xizmatning hammasi o'xshash. Pochtaxona xodimi bo'lishmi sharaflik ish. Salomatliging yaxshidek qiladi. Shundaq chiroyli turibsan. Uy ichida ishliqdi? Ha, tinchaman ketyapmiz. Xeyli vaqt turarsan? Uzoq yillik hijron azobi, g'eriblik jinimga tegdi. Vatanni, do'stlarni ko'rishga tashna bo'lib ketdim. Shunga 3 oylik ruxsat olib keldim. Sovet ittifoqidagi turmush bek yaxshi, jannat yashagandek yashaysizlar-ku, dedi Zöhre gapni agitib. Biz kichikimizda ota-onamizdan jannat degan u olamda deb anglaydik. Agar bu olamda jannat bor deyilsa, u har bir kishining vatanida, yuragida bo'lsa kerak. Uyay, senmi toza sapsat sotadigan bo'lsan do'stim. U yerlarni maqtab qo'ysang, biz berib olmaymiz-ku endi. Nimaga qizg'insan? Bo'ldi Zöhre, dedi Zulfiye. Buni talashmayli. U yerlar qancha go'zal, qancha yaxshi bo'lsa-mu, u baribir sening tug'ilgan makoning emas. Sen bilmaysan. Vatandan ayrilgan kishi vatan qadrini haqiqiy tushunadi. Opam, yurtim, mahallam u yerning suyi, tuproqi deb so'zlasa, toza bilmabdi ekanman. Endi vatanning qadriga yetdim. Vatanning hidi, suyi, tuproqi, hamma nimasi biz uchun tepilg'usiz qimmatli ekan. Do'stim, bu qitim opam menga nima buyurdi demaysan? Bir xalta to'pi buyurdi. Agar men Toshkentda yotqudak bo'lsam, vatanning to'pisini avval to'kib, ondan boshqa to'pi to'kinglar dedi. Yana bir do'stimning opasi uzoq yil bo'ldi, o'rnidan tura olmaydi. U ayol 2 o'rimi chechini kesib, qiziga tutqizib, "Qizim, bu chashni onamning tuprog'iga ko'mib qo'ygin. Men onamning yenida yotgandek vatanda yotgan bo'lay", debdi. O'ylab boqay. Sizlar nima degan baxtlik. Sizlar o'z vataninglarning xoshalligiga jo'r bo'la olaysizlar. Balki xafiliqmi ko'zga ko'rinmaydi do'stim. Zöhre onun so'zlarini yasalma, o'z bilimini ko'z-ko'z qilyotdi deb bilgashga, shuncha chin yurakdan chiqqan so'zlarmi quloqiga yoqmadi bo'lg'ay. "To'y qilgansan, ha?" deb so'radi. Bu gap Zulfiyaning quloqiga musht urgandek anglandi-da. Bir ayolga bir er yetmandi. Mening erim bor tursa, yana nima deb to'y qilaman? dedi chiroyini o'ngdib. Bu gap bilan Zöhre ujuqib ketdi. Aldirab eg'iz ichib qo'yib, ishni qandoq oyoqlashtirishni bilolmay qoldi. Shuning bilan bo'sh kelmasdan dedi. "Erim bor deysan-ku, texi. 20 yil bir uyda turmagan er ayolning o'tirsida nikoh qilamdi." "Yo'q Zöhre", dedi Zulfiye ig'ir besiqlik bilan. "Chegara taqalgan bilan biz bir-birimizni bir kunmi unutib qolmadik. Muhabbatimiz bir ozmi susishib qolmadi. Afsuslanarligi, mening xitim bo'lsin, erimning xiti bo'lsin, bir-birimizga tegmadi. Biroq bizda to'y xiti bor. Nikohimiz uzilib qolmadi." Bo'layotgan gap so'zlarni anglab o'tirgan Zulfiyaning do'stining tishlari g'o'chirlab ketdi-da. "Jinim do'stim, bu yerdagi ba'zi bir xotinlarchi xalqning erini xotini bor yo'q demasdan yotqonga solapla bo'yimda qoldi deb tegib oladi." deyishiga Zöhrening judoni o'rildi-da.
nima deb jo'ylavatsan? dedi ochiq bilan. Jo'ylamadim. Rost emasmi? Bo'ldi Zulfiya. U sening do'sting emas. U olmasni bir kecha yotqonga solaplab, qo'rsqimda qoldi deb hiyla ishiltib, eringga tegib oldi. Texin numus qilmasdan oldinga kelganini qara. U numussiz. Bu rostmi Zuhra? Sen Zulfiyaning keyingi so'zlarini aytishga tili bormadi. Voy jenim do'stim, Almas men bilan to'y qilmasimi, shuncha yil bo'ytaq yurmasdi. Bari xotini qilatdi. Uningga ichim og'rib, bo'pti deb tegib qo'ydim shu. Zulfiya xuddi tush ko'rayotgandek bir holga kelib qoldi. Oldida o'ltirgan Zuhrani ya tillashni, ya haqorat qilishni bilolmadi. U shu kuni siz yolg'izmi deb so'ragan savolga Almasning nima sababdan javob bermaganligini endi tushundi. U butun kuchini yig'ib Zuhraga nashtarda qataldi. "Men bunda qarab bermagin", dedi Zuhra uyalmasdan. "Savaqdishim ig'ir kunga qolganda beshini siladim. U bir mehr muhabbatga zor bo'lganda issiq bag'rimdan o'rin berdim. Uni yaxshi kutdim. Men olmagan taqdirnimi 20 yil bo'ytaq o'talamdi." "Bo'ldi bas!" deb varqiradi Zulfiya titrab turib. "Sen azaldan men bilan olmasni ko'rolmay yurib ekansan. Senda do'stlik, vijdon degan narsa yo'q ekan. Bo'ldi, seni ikkinchi ko'zim ko'rmasin. Yo'qol. Hozirlik ket. Seni ko'rar ko'zim yo'q." Zulfiya qattiq alam dastidan hushidan ketdi. Do'sti Zuhrani ittirgan peti uydan chiqaribdi. 46-bob. Tap tortmasdan Zulfiyani izlab kelgan Zuhra uydan qo'g'langandan keyin haqiqatan o'sal ahvolda qoldi. Zuhra beshini silib xiyol bilan ketyotdi. U bugun cho'ng ish terib qo'yganligini his qildi. U Zulfiyadan emas, Almasdan ansirashga boshladi. U uyiga kirdi. Uydan bo'ron uchib turardi. Almasmi uyga kelgandek emas. Demak, u 3 kundan beri doktorxonada yurib, jahonning ishlaridan bexabar bo'ldi. Almaschu fursatni ching tutib Zulfiya bilan yashab yuribdi. Uning ko'z oldi qorong'ulashdi. Xuddi birdanla osmonni tuman besib, bo'ron chapqin ko'tarilgandek, yuragi o'ri to'pi bo'lib ketdi. Lablari titrdi. Ko'z yoshlari saldak oqdi. U hozir biror do'stining yoki o'ziga hesdashlik qiladigan biror kishining ko'ngil bo'lishiga, mehribonlik qilishiga muhtoj edi. Uyda turgan siri demi teximiz qildi-da, o'rnidan turibla sirtqa qarab maqdi. U ruhi chiqib ketgan odamdek ketyotdi. Ko'ziga odamlar ko'rinmaydi. Shu maqancha maktab beg'idagi bir o'rindiqqa kelib o'ltirdi. O'zi bu yerda o'ltirgan bilan kallasini gadirmash xiyollar qo'chibdi. Bir chaqda biri qara degandek beshini ko'tarib edi, Almas uning oldidan o'tib ketdi. Almas uyga ketayotgan edi. U kaynidan agishib mandi. Almas eshik oldiga kelib, bir tal tamaki chekib olib, eshikni ochmoqchi bo'lib turardi. Zuhramu kaynidan keldi. Almas Zuhraning chiroyiga qarab, hammani tushundi. Shunga gap qilishdan yoltiyib, eshikni ochib, mehmonxona uyga kirib ketdi. "Necha kundan beri nelarda yurisiz?" dedi Zuhra zardi bilan. Almas gap qilmadi. Yana tamaki tutashtirib, purqiratib chekishga boshladi. "Hey, g'os bo'lib qoldingizmi? Nimishqa gap qilmaysiz? Gap qilmasam meni hech ishni bilmadi deb o'ylamsiz? Men hammani anladim. Texi o aşkınız bilanmi ko'rishib keldim. Siz bilan to'y qilganimni aytdim toza. Uning ichishib, yuragi yerilg'ili tas qoldi. Siz bo'ldi bas. Almas chachrab o'rnidan turdi. Yaxshi ish qilibsiz. Siz azaldan shundoq nochi. Qarab turamdim amsa. U texchi sizni erim, bolamning dadisi deb yurdi qo'rsqimni esib. Tova. Hey,
haqni oyap qo'ysangiz, nemingiz ketadi. U shuncha yildan beri mendan xat xabar ololmagan tursa, chegara ichilib, tunji yuz ko'rishganda shundoq demamdi emasa. U mening ayolim, yana bolamning onasi ekanligini uqmamdingiz Zuhra? Men uningga payti kelganda aytay deb tursam, siz nima ishni buzsiz? Uning uchun bu bir tasoddifiy zarba emasmi? Uningga shuncha yil tortgan dil azobi yetmasmidi? Shunga 3 kundan beri uni qushlab yurdingizmi? Nima degingiz kelsa dam? U meni ko'ribla hushining ketdi. Jiddiy qutqizib, aran uyga yenib chiqqanda siz berib, o'lmakning ustiga tapmak qipsiz. U bechora hozir hushsiz yotadigandir. Ayollarning dili nozik, mehribon deb o'ylab tikanman. O'z manfaatiga do'qal kelgan ishni hal qilishda ajoyib yovuz bo'ladi ekan, ha? Hey, u bir ayolg'u. 20 yil meni kutib, biror erning qo'lining uchini tutmabdi. Shu, sizning qo'lingizni saqlab yurib tikanda, shunga sizni ko'rib, peshingizga esilganda har qachon. Olmas Zuhraga gap qilishdan yaltaydi. Uningga gap tushundirgil bo'lmaydiganligini tushunib yetdi-da, o'rnidan dast qo'pib eshikka qarab mandi. Zuhra yugurib kelib oldiga o'tib, ikki qo'lini sardak kerib turib, jinining barcha varqiradi. Uydan chiqib beqin qani. Xalq olam oldida sizni rasvo qilmaydigan bo'lsa. Zuhraning ko'zlari cho'chakdek ichilib, chiroyida qon didori qolmagan edi. Olmas hozirgi ochiqida o'zini tutib olmaydigan bo'lsa, jadalning cho'ng chiqadi. U sal turib olib, Zuhraga qaradi. Zuhra sal bo'shab qolganda qiladi. Olmas gap qilmasdan eshikni ochdi. Biroq Zuhra kelgan peti Olmasga esildi. Zuhra, meni qo'yib bering. Hozir odam qutuldirish muhim. Nima gap bo'lsa, keyin deyishayli. Bo'lamdi? dedi Olmas o'zini besib olib turib. Bo'lmaydi. Siz uning qishiq ketsangiz, men qanday qilatdim? Zuhra, ahvolni to'g'ri tushuning. U jiddiy qutqizishda qoldi. Uningga rahim qiling. Undaq bo'lsa, menmi bilib borman? Olmas uning so'ziga javob bermay, eshikdan chiqib ketdi. Zuhra ham uningga so'ngdishib, doktorxonaga keldi. Ular doktorxonaga kelganda, yori paypetek bo'lib yuradi. Olmasni ko'rib, ko'ngli amin topgandek bo'lib edi. Zuhrani ko'ribla iymoni ushdi-da. Zuhra, sizmi gapsiz-g'u? dedi norozi bo'lgan talaffuzda. Ha-a, men kelsam bo'lmandiki? Ishinglarga ta'sir etamdikan, dedi Zuhra zaharini chechib. Olmas itoqqa kirib ketdi. Yari Zuhraga qarab. Zuhra, unda qilmang. Zulfiyaga rahim qiling. Qaytib keting. Uning hayoti xavf ichida qoldi. Juring, men sizni uyga olib qo'yay. Deyishiga Zuhraning jon imoni chiqib ketdi-da. Solamchilikni xeyli qamlashtirdi ekansiz-a? dedi jon ochiqda. Yari Zuhraning belikidan tutib so'ragan peti sirtqa elib chiqdi-da. Og'zingni yum, noinsof. Bo'lmasa, ko'rgilikingni ko'rsataman. Deginicha qo'lini qo'yib bermasdan doktorxonaning sirtiga elib chiqib, "Yo'qol, rahimsiz xotin. Yana kelsang, jojongni yeysan." deb tashlab qo'yib, doktorxonaga kirib ketdi. Zuhra bilan uchrashgandan keyin Zulfiyaning barliq arzu-armonlari ko'pikka aylanib, uzoq yillik dardlari ustiga dard qitildi. U Olmas to'y qilganmidi deb gumonlanibmi baxmagan. Uni ko'rganda olamcha shodlangan edi. Zulfiyaning yurak yarasiga Zuhra tuz sepdi. Yarlangan yurak qonga to'ldi. Zulfiya kechalari untinsiz yig'lab chiqdi. Jiddiy qutqizishdan keyin uning birinchi bo'lib ko'rgani Olmas bo'lsa-mu, uni o'zi o'ylagandagidek his qila olmadi. Hatto uningdan gumonlandi. Biroq Olmas yanada shu Olmas peti uning atrofida parvonadek aylanib, uning salomatligi uchun hammani qilishga tayyor turdi.
Zulfiye saqayıp chiqqandan keyin do'stlari, saboqdoshlari uni birdammi bekor qo'ymay, uyma-uy chaqirib, ko'ngilsizliklarini sal untildirdi. Umu do'stlariga ichiga to'lib ketgan dardlarini to'kib, sal yeniklab qoldi. Bir narsa aniqki, Zulfiyaning muhabbati haqiqatan samimiy, sap, chin yurakdan chiqqan, untilmas muhabbat edi. Buningdan hammasi ta'sirlandi, hesdashlik qildi. Canım Zulfiye, dedi dostları. Köz yaşını sürt. Sen hayat, umu hayat. Cahan uzak. Xudayım her ikinlarını salamet kılsın. Hayatlıqның özüla tepilmez hoşallık. Yani bir taraftan alğanda erler ayallarga oxşamaydı. Ular turmuşqa, ıssıq öyge, xoşçıray ayalga, obdan tamaqqa, kütünüşke muhtaç. Çünkü biz erlerimizni şundaq köndürüp koygan. Gerçi Zöhre'nin kullanğan usulü toğru bolmasımı, ama almasını yaxşı görüp, yaxşı kütdi. Meyli emasmı? Sen mi apam bilen yaxşı yaşapsın? Biz ıqrar qılaylı, yoki qılmaylı. Belki o Zöhre bilen toy qılmasımı, şuncha uzaq yıl yalğız yaşamaydı. Çünkü o çağlar onun o'tdak yaş vaqtları emasmı? Zulfiye bu gaplarni meyli to'g'ri tapsın yoki xato desin, biroq o pozitsiya bildirmedi. Amma yig'isi kundan kunga besilib qoldi. Sen kelib turgan do'stim, bizmi seni yo'qlab boramiz. Jenim deb ketayli. O'tgan ish o'tib ketsin. Salkan qo'rsoq bo'lg'in. Sen kelarki qitim kelguncha bir yigit tayyorlab, kelishingga to'yingni qilib, ba'zilarning ko'zidan o't chiqarib etamdiq texi, deb chaqchaqmi qilishdi do'stlari, uning ko'nglini ichish uchun. Rahmat jenimlar. Jenimga jon qo'shdinglar. Azobimni yengillatib, meni qoyil qildinglar. Sizlardan faxrlanaman, dedi u do'stlaridan so'yinib. Do'stlari u kelgandan toki ketguncha xeyridorligini qilib, chiroyliq uzitib qo'ydi. U qaytgan ashu minutlarda ko'zi bir odamni izlaydi. Topolmaydi. Oxiri ko'zi orqada qilib, armonlarini o'zi bilan birga elib qaytdi. 47-bob. Bechora Almasmo eng yomon kunlarga qoldi. Bir tarafdan Zulfiye uningga ishonmasdan azoblangan holda yurakini tutib yig'lasa, yana bir tarafdan Zöhre uni tanqislikda qo'yib azobladi. O ikki toshning orliqida yonchilib, ikki kemining chetiga tangdasib, ya dengizga tushib g'arq bo'lmay, ya kemida ko'ngillik safar qila olmay bechora holga tushib qoldi. Uning ustiga butun shaharda ular to'g'riliq bo'lingan so'zlar oz emas edi. Shunga o çaylarga, toylarga berishdanmi, kishilar to'plangan joylarga berishdanmi bosh tortdi. Bundaq yashashning o'zimi azobli edi. Rostini aytganda, Almasning hozir yiroq bir joyga qochib ketgisi, bu gap so'zlardan qutulgisi, qo'liqini tinchitgisi keladi. Biroq xizmati, oilasi, farzandi, ayoli bor odam nagimi bora oladi. Bor degan taqdirdimi o masalalar o'zligidan hal bo'lamdi. Zodi bu ishni qanday hal qilish kerak? Bugun Zöhre doktorxonada opsiga qarag'ashqa uyda Almas yolg'iz edi. Uning ko'zi amdala uyquga berishiga tushida Zulfiyaning qattiq yig'lagan ovozini anglab uyg'onib ketdi. O Zulfiyani o'ylagan sari ichi ichib ketadi. O uxlay olmasdan o'rnidan turib ketdi. Birdinla bir-biriga yezishgan xatlarning g'oyib bo'lganligi yana esiga keldi-da, beshiga paqqida birini qo'ydi. To'g'ri, xat degan pochtaxona orqali mangadi. Buni ilgari ajabmi o'ylamabdi mana? Zöhre rost shundaqmi qilarmi? U darhol yotgan ko'rpa, chamadonlar qo'yilgan kichikina uyga kirib, uyning o'ttirisida turib qoldi. U qator tizilgan chamadonlarga qaradi. Ostidagi 3 chamadon ochiq, ustidagi kichikroq chamadonga qulub selingan edi. Zöhre o'zining muhim narsalarini mushu chamadonga solatdi. U ichib ko'rmoqchi bo'ldi, biroq ochqichni topolmadi. Nima uchundir g'oyibdan bir kuch uni chamadonni ichishga shunchalik qiziqtirib o'tadi.
U çamadanni karavat üstüge qo'yib, qalamtirash bilan grachining mixini bo'shtib chiqarib, çamadanni ochdi. Eng ustidagi yog'liqni elishiga ichidan bir necha parcha xat tushdi. Bu Zöhraning tuqqanlaridan kelgan xatlar edi. Demak, uning xat saqlaydigan odati bor ekan-da, deb o'yladi Almas. Endi bir qog'oz korobka ko'rindi. U oldirab korobkani ochdi. İçidan Zöhraning kundalik xotirasi, uning ostida qator xatlar qo'liga chiqdi. O'zining Zulfiyaning o'ziga yozgan qon yosh bilan to'lgan xatlarni tutgan qo'llari titrab ketdi. Konvertning eg'izi ochilgan bo'lsa-mu, xat yana shundoq chiroyli qatlanib, shu beti selingan edi. Almas Zulfiyaning o'ziga yozgan xatlarni birma-bir o'qishga boshladi. Xatlardagi siyg'inish, intizorlik, saf muhabbat, hasrat, nadomat, judolik dardidagi ko'z yoshlar uning yuragini assa, Zulfiyaning chin yuragidan chiqqan salomlari, intizorlik kutishlari, azoblik kunlari uning ruhiy dunyosini ostin-ustin qilib etdi. Ko'z yoshlari bilan bo'yalgan muhabbat hikoyalari, yuraklari azobga to'lgan bir ayolning taqdiriga, Tangriga qilgan nidolari, tilaklari, orzu, armonlari. Almasning ko'zlaridan taramlab oqqan yoshlar xat yuzini bo'yib etdi. Dal shu vaqtda eshik chekildi. Almas korobkani karavat ostiga tiqib etib, eshikka borguncha eshik qattiq chekildi. U mana degenicha eshikni ochdi. Texchi uxlamabsiz-da? dedi Zöhra uyga kiribla. Opamni davolashga pul kamlab qopdi. Pul olg'ili kelgandim. deb so'mkisidan pul oldi-da, eshikka qarab mangdi. Men opirib qo'yay, kech bo'lib ketdi, dedi Almas. Bo'lsa shundoq qiling-a. U xotinini doktorxonaning oldiga akilib qo'yibla, kayniga yondi. Atigini ishga menish oldida xatlarni qog'oz xaltaga qochilab, chamadonni asliga keltirib qo'ydi. Aradan bir oy o'tdi. Zöhra bir necha kungacha tit bo'lib yurdi. Birda u yerni, birda bu yerni axtiratdi. Almasni ko'rsila uy yig'ishtirayotgan siyoqqa kirib oladi. Gohi o'zimi bilib bilmay lablarini yenik tishlab xiyol suratdi. Bir kun kechasi Zöhra o'rnidan turib, ashu chamadan borib uyga kirib ketdi-da, uzoqcha tirqlab bir nimalarni oqtirib ketdi. Almas o'rnidan turib, past ovozda yo'tilib qo'yib, Zöhraning yoniga chiqdi. Nima bo'ldi? Yerim kechida nima tirqlab yurisiz? Bir narsam topolmayapman, dedi Zöhra huduqib turib. Bo'ldi, atizdan. Kechida odamning uyqusi qochib ketsa, uyqu topmoq tas, deb Almas uni yotoq uyga akirib ketdi. Biroq Zöhra tong otqicha uxlay olmadi. U atisi choy ichgach, Almas, mening chamadonimni axtarmagansiz-a? dedi. Chamadonni axtarib nima qilaman? Siz mening hamma narsamni ishkabga selib bergan tursangiz, muhim bir narsangiz yo'qolib ketdimi? Zöhra eriga lippida bir qarab etib aytdi. Ha, opam bergan bilajik bor edi, kichik chamadonga selib qo'ygandim. Rostmi? dedi Almas Zöhraga maqtak qadalib. Rostilla bilajikmidi? Unda qimmatli narsangizning borlig'ini menga ajab demabdi ekansiz-a? Er xotin orasida sir yo'shirsa bo'lmaydi-jumi Zöhra? Ayting-a, siz yana nimalarni yo'shirdingiz? Zöhra Almasning nashtardek qadalgan ko'zlariga qarab qaytib turib qoldi. Demisimi, hozirgacha uning bundoq ochiqlanganligini ko'rmagan edi. Hech narsani yo'shirmadim. Rosa? Almas o'rnidan dast turib, Zöhraning tastikiga birni qo'ymoqchi bo'lib, qo'lini ko'tardi-yu, qo'li bo'shliqda turib qilib, lag'ildab titrab ketdi. Siz yolg'onchi. Meni shuncha yildan beri aldab kepsiz. Siz nima degan vijdonsiz-a?
Zulfiya bicharaning yig'i bilan yezilgan, qon tomchib turadigan, kishining yuragini sat-pora qiladigan xatlarni yo'shiribsiz. Sizmi bir ayol, bir onag'u Zuhra? Bilmadim, shuncha rahimsizlikni, shaxsiyatchilikni nadan yuqtirib olgansiz? Siz azaldan shundoqmidingiz? Ayting qani. Javob bermamsiz. Almasning chiroyi ochiqdan avval qizirib, keyin zapran bo'ldi-da, tomga yo'linib qoldi. Men shu sizni yaxshi ko'rib. U muhabbat emas, Zuhra. Tova, zodili bilolmadim. Bir ayolning o'ziga o'xshash yana bir ayolga qilchimi ichi og'rimasa, uni azobga ittiribsa? Almas ikki qo'li bilan tomni mushtlaydi. O'zini bilolmasdan birdam to'risqa qarasa, birdam Zuhraga qaraydi. Tartatdi. Bir chaqda ochiqda tomga birni usib edi, peshonasi yel, qon iqishga boshladi. Zuhraning yig'lab Almasning atrofida paypetak bo'lishi, uningga mehribonlik qilishga urinishlari bekor ketdi. Almas ochiqi bilan o'ltirib qoldi. Zuhramu bugungi xafiliq erining zardi bilan qilgan so'zlari ko'ngliga tegib, ochiq yig'isini yig'ladi. Oila. Er-xotin ikkilan yaxshi bo'lib, muhabbatlik turmush davom qilsa, oila degan jannat huzuri. Dunyoda uningga hech narsa yetmaydi. Oila a'zolari shodlanadi, baxt payzini suradi. Biroq bugünkidek azaplı kunlarda er-xotin to'y qilganligidan, uy tutqanligidan bizar bo'ladi. Chunki bu chaqda uy go'yo do'zaxga o'xshab qoladi. O'zining ajri, mehnati singan, farzandlik bo'lganligidan xo'shal bo'lgan bu oila hozir har ikkilanga turmadak bilindi. Go'yo uydagi barliq narsalarning rangi o'ngandek. Hamma narsa jang sovuqqa uchrab, mustonlab ketgandek, uyda bo'ron uchib turgandek ko'ngilsiz bilindi. Er-xotin ikkisining bu uydan chiqib ketgisi, hozirgi xopaliqlardan ko'nglini neri qilg'isi keldi. Ko'ngilsiz bir kecha har ikkilarni azoblab charchitib etdi. Zuhra tong saharda uydan yig'lagan peti chiqib ketdi. Oshkorlangan sirlar ular orasidagi rishtini tal-to'kis uzgan edi. Endi majburiy bog'lab uloq tushirganning hech ahamiyati qolmagan edi. Bir kuni Almasni o'g'li Umid izlab ishxonasiga kirdi-da, ko'zlariga liqqida yosh ilib, dadasini chin quchoqladi. "Dada, nemishqa uyga bormaysiz?" dedi u esadab turib. "Bek aldirash bo'lib qoldim. Yur, birga tomoq yeyli." deb Almas o'g'lini ilib biri oshxonaga kirdi. "Nima bo'lding o'g'lim? Mendan ranjib qoldingmi?" "Yo'q dada, siz uyda bo'lmasangiz, men bek g'ayribsinib qoladi ekanman. Opam bilan bir narsa deyishib qoldingizmi?" "Opam bilan aramizda asroq ko'ngilsiz ish bo'lib qoldi shu. Sizlar endi ajrashib ketamsizlar?" dedi Umid lablarini umchaytib turib. "O'g'lim, o opam bilan mening ishim. Sen erkin bola, seni hech narsadan qismayman. Sen kim bilan turishni xohlasang ixtiyoring. Opam sana bir narsa degan o'xshamamdi." Umidning ko'zlaridan yoshlari oqdi. "Gap qila bolam, yuragimni azmay", dedi u o'g'lining yig'isiga chidamay. Opam, dadam meni kechirmaydi dedi shu." Almas o'zini qattiq tutib oldi. Chiroyini qilch o'zgartmay turib, "Opam yaxshi ayol bolam. Ikkimiz asroq xapilishib qoldik. Sen texi kichik, bundaq ishlarni bilmaysan. Cho'ng bo'lganda tushunib qolasan. Opam to'g'ri aytadi. Turmushda kechirishga bo'lmaydigan ishlar yuz berib qoladi. Bu kishilarning qandoq hal qilishiga bog'liq. Biz ajrashib ketsak, sen kimni tanlasang, kim bilan tursang, sening huquqing. Lekin seni tarbiyalashga, o'qitishga iqtisod jihatdan men kepil.
Мен апаңны кечирмеймін. Сәндінмі ваз кешмеймін. Bu iş toğrısıda başqa turmay yaxşı oqığın. Bu yıl ali mektepke çıqsan oğlum. Ali mektepke ötkende qaysı dövlət, qaysı ülke, qaysı şəhərdə oquyman desən, mən var. Birlə şərt, sən həqiqi oğul baladək yaşaysın. Lamzəllə oyuncu bolmaysın. Dadam ali mektepnin profesörü deb mana yolunu almaysın. Bilim alıman, oquyman desən, hər qaçan qolum köksümdə. Oqdunmu balam? Dada, mən çoxum siz degəndə qılıman. Bu yıldan tartıb rus dili öyrənişini başlab aldım. Çoxum izinizni basıman. Sizge vədi berey. Dedi hayacanlanıb. Boladı balam. Kallağını başqa işlarga çaşma. Apağının gepini anla. Bolamdı. Maqul dada. Əmsə ikimiz kelişdik ha? 2 gündən keyin Almas bilan Zöhrə ajrashdi. Ular qızıl qağazni aq qağazga almashtirgandan keyin öz yo'llariga ketishdi. Almas uyga qaytib kelib, Zöhraning narsa keraklarini yig'ishtirib, ko'chib ketganligini bildi. O shuncha yil seg'ingan, tashna bo'lgan xotinini topganda qancha xo'shal bo'lgan bo'lsa, amdilikda Zulfiyaning xo'shlashmayla tuyuqsiz ketishi uni yana bir qitim azobladi. O yuragini qamallab azobdan to'lg'andi. 48 bab. Arq-arqadan yuz bergan ishlar tüpayli Almas buruqturmuluq, azobli kunlarga qoldi. Kun bo'yi ishxonada, kashqurunlig'i kutubxonada kecha kitob ko'rib o'ltirib, o'zini ziddiyatlardan, yuz bergan ishlardan qochirmoqchi bo'ldi. Gohi kunlari biror do'stini tepib mo'ngdashib, mast bo'lg'icha aroq ichib, yolg'iz uyda yotadi. O hozir nima qilishini, nima qilmoqchi bo'lganligini bilmaydi. Uzun o'tmay Zöhrə artist eri bilan yarashib oldi. Zulfiya bo'lsa yamonlab, xo'shmi demay ketib qoldi. Kishilarning qozonda varaqshib qaynagan suvdek qizg'inlikqa ko'tarilgan gap so'zlarimi besiqdi. Biroq uning yuragi texi joyiga tushmadi. Uning kelgusi turmushi tuman ichida qolgandek gunga edi. Men mushundaq o'tib ketarmanmi? Zulfiyachu. O turmushdan, muhabbatdan umid uzib, dardlik yuragini qamallab yurganmidi? O shuncha zo'r umid bilan meni izlab kelib, qattiq azob bilan ketdi. Zodi hayot degan nima? Nima uchun kishi o'zi orzu qilgandek baxtiyor, shadxoram yashay olmaydi? Ümidsizlik, peşkellikler qachon tugar? Bizga umid nuri, hayotning baxtli kunlari qachon nasib bo'lar? Uning xiyollarining oxiri chiqmaydi. Almas atdiganda ishxonaga chiqishi bilan ustiliga qo'yilgan bir parcha xatni ko'rdi-da, ko'z oldi palladi yorib ketdi. Degandek xat Zulfiyadan kelgan edi. O hayajondan titragan qo'llari bilan xatni avaylab ochdi. Qadarlikim Almas, siz hozir boshqa bir ayolning eri bo'lsangizmi, siz yanada mening erim, balamning dadasi, mening tunja yaxshi ko'rgan, so'ygan va so'yib kelayotgan odamim. Shuncha yillardan beri sizni ko'rishni orzu qilib, seg'inib, vaslingizga zor bo'lib yashagan edim. Allah nasib qilib sizni qayta ko'rish baxtiga erishib 3 kun birga bo'ldik. Men sizni qayta ko'rgandan keyin sizga nafratlanmay, sizdan ranjimay, balki sizni burunqidanmi bak yaxshi ko'rdim. Chunki siz har qanday sharoitdami meni unutmabsiz. Menga bo'lgan mehr muhabbatingiz yuragingizda liq-liq turibdi. Buni menga sizning yuragingiz namoyon qildi. Menga mehringiz bo'lsa kifoya. Sizning oilangizni bozg'im yo'q. Zöhrədən ayrıvatkim ham farzandingizdanmi ayrıvatkim yo'q. Uzaq yillik miskin turmushim, yig'ilgan yig'alarim meni ko'zimdan ayrish oldida turadi. Agar mening ko'zlarim rostini ko'rmas bo'lib qolsa, sizni qayta ko'rolmaslikdan ansirayman. Buloqdek bir jup ko'zim ko'rmas bo'lib qolsa,
qarong'u zulmat ichida qandoq yashayman? Yaqinda mening Moskvadagi yetakchi o'qituvchim bir atoqliq ko'z doktorini tepibdi. U Toshkentga kelib ko'zimni operatsiya qilmoqchi. Bu qitimqi operatsiyada ko'zim yaxshi bo'lib ketamdi yoki mangulik qarong'ulik ichida yashamdim, bular menga baribir. Mening arzuyim ko'zim ochiq vaqtda sizni yana bir qitim ko'rish, siz bilan bir necha kunni birga o'tkazish. Bu mening eng oxirgi arzuyim ham oxirgi iltimosim. Bir necha kun birga bo'lib, burunqi go'zal yosh muhabbatli davrimizni eslasak, go'yo shu davrga qaytib borgandek xo'shal bo'lishimiz turxalla gap. Esangizdami? Biz muhabbatlashgan tunchi qitim bog'da tatliq suyishgan chig'imizda siz menga mundaq degan edingiz. Agar siz og'rib qolsangiz, sizga badadimdagi qaysi a'zo kerak bo'lsa, shu a'zoni taqdim qilaman. Sizning hayotingiz uchun hech narsani ayamayman. Bu so'zlar esingizda bordi, ha? Agar siz og'rib qilib, sizga kerak bo'lsa, men shunda qilatdim. Shunda qila olgan bo'lsam, sizga bo'lgan sodiqliqim, vafodorliqim isbotlanadi. Növbeti kelsa, sizning bir kim bo'lsa-mu hayot yashashingiz uchun barliqimni taqdim qilatdim. Bu so'zlarim rost, yurakdan chiqqan samimiy so'zlar. Siz mening ishonchim ham barliqim, qadrlikim. Sizdan ayrilib Toshkentga kelgandan keyin eng yomon kunlarim boshlandi. Mening bu yerga elib kelgan yig'izorim, umidsizlik bilan to'lgan ko'z yoshlarim apamni mendan bak tugashtiribdi. U tas qoldi meni tashlab ketgeli. Nihoyat tasda qutuldirib kelindi. Agar men uningdan ayrilgan bo'lsam, bir umrlik tayanchimdan, g'amguzorimdan, birdan-bir shafqatchimdan ayrilib qolatdim. Anamning hasrat o'ti besilmay turibla o'zim tugishib ketdim. Yana bir ish bor, so'yimlikim. Ashu bir tal ko'z nurim, yurakim ikkimizning o'g'li jur'atning to'yini qilmoqchi bo'lyaptiman. Umrida bir qitim keladigan ma'rikada birga bo'lishingizni kutyaptiman. U mening bir umr to'l yurgan turmushimga qilgan himmatingiz bo'lsin. O'g'limiz bizning yurak parimiz, muhabbatimizning mevasi, bizning avlodimiz. Men bütün umidimni ashu o'g'limga beg'ishladim. Sizni kutaman, yo'lingizga intizorman, sizni so'yaman. Olmosning yuragi do'pildab silib ketdi. Ko'zlaridan to'kilayotgan yosh xatlarni bo'yibdi. Oxir hech nimani ko'ra olmadi. U bir haza o'ltirib olib, ko'z yoshlarini ertdi. Biroq uning yuragi to'xtovsiz yig'lamoqda edi. Ko'zdagi yoshni surtgan bilan yurakdagi zardob qon yoshlarni surtgili bo'lmaydi. U o'z-o'ziga g'ayrat berib, xat o'qishni davom qildi. Qadrlikim Olmos, mening bugungacha hayot yashashimga zodi qandoq kuch sabab bo'ldi? Buni bilgingiz bormi? Mening shuncha dardlarni tortib, bugungacha yashashimning sababi men hayotni qadrlab, bilimga, olg'a besishga, odamdek yashashga intildim. Chunki inson hayoti intayin qadrlik. Biz qadrlik hayotimizni insoniyat uchun qimmat yoritish, to'hfa qo'shishga taqdim qilishimiz kerak deb o'yladim. Shu vajidan yezi egilik fanlarini o'qidim. Bu jihatda xeyli natijalarni yaratdim. Bu yil mushu kasb bo'yicha doktorlik sharafiga erishdim. Yana biri sizning muhabbatingiz qadrlikim. Muhabbatsiz turmushni turmush degili bo'lamdi. Gerçi biz uzoq yil ayrilib yashagan bo'lsakmi, muhabbat bizga yor bo'ldi. Sevginish o'ti muhabbatimizni yengilab turdi. Xuddi har bahorda daraxtlar bixlanib, chechaklab, gul ochilgandek, muhabbatimiz har bahorni kutib oldi. Sizning hayot bo'lishingiz men uchun zo'r baxt. Sizni yana bir qitim ko'rishni istayman. Bizning yuragimiz bir, tenimiz bir, jinimiz bir emasmi?
Bu qitim sizga hamma rasmiyatlarni to'liqlab chaqiriq avatdim. Yo'lingizga talmirib turman. Siz bilan salomat ko'rishishni Allohdan tilayman. Sizni intizorlik bilan kutib, Zulfiya. Almas xatni o'qib bo'lgandan keyin hayot kashmishlari bir-birlab ko'z oldidan o'tdi. Zulfiya bilan tanishgan chaqlar, Zulfiyaning Farruh bilan yurgan chaqlari, o'zining tartgan azoblari, Zulfiyani ko'rgisi kelib, yomg'irg'imi qarmasdan Zulfiyaning derisiga talmirib turganlari. Ikkilarning oshiq-mashq bo'lib, bir-biriga qenishmay yashaganlari. To'y kuni, to'y shodligi, o'z hayotida eng hayajonlangan, yuraklari shodlik, muhabbatdan yayrab, visol sharbati ichgan ajoyib baxtli kunlari. Almas ana shu chaqlarda hayot yo'lidagi nurg'un qiyinchilik, hijron, ayrilish, azob deganlarni o'ylabmi qo'ymagan edi. U Zulfiya bilan moshundaq baxtlik, ayrilmay yashab ketadigandek o'ylagan edi. Ular ana shundaq romantik xiyollar bilan yashagan bo'lsa-mu, turmush, hayot qaynamlari ularni ayrilish dashtalariga tashlab, muhabbatlik yuraklarini chak-chak yerivatdi. Yuraklardagi muhabbat ularni bir-birining o't pirog'ida ko'ydirib, kul qildi. Her ikisi hijron azobida puchalangan, yuraklari aşk azobida ko'ygan bo'lsa-mu, hayot qadrini, insonning qadr-qimmatini to'nib, o'z kasbini, jamiyatdagi burchi va to'kpisini unutmay, o'z kasbida utuq qozondi. Almas hayot musabisini damsab ko'rib, o'zining nemini xato, nemini to'g'ri qilganligini yakunladi. U endi tushundiki, hayotlik yo'lidagi agra to'qayliq, qiyinchilik va azoblarning oxiri tugaydigan payti keladi. Qaraganda u payt endi kelgandek qiladi. U Zulfiya avatgan chaqiriqni ilib maktab rahbarligiga kirdi. U tashkilning zo'r qo'llashiga ham madad berishiga erishdi. Tegishli o'rinlarga berib, yo'lga chiqish tayyorligini qildi. Bir kuni kashqurun u ishdan tushay deb turadi, to'satdan Zuhra eshik tubida paydo bo'lib qoldi. Kirsam bo'lamdi, dedi u aynibgina. Kiram, dedi Almas ig'ir tinib. Zuhra xuddi tikanga dastlab qoladigandek shunchalik avaylab minib kirib, o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Arada jimjitlik, yurakni mujuydigan ig'ir minutlar o'tmoqda edi. Almasning hech narsa degisi yo'q. Zuhraning tili tutuq edi. Oxiri Zuhra ig'iz ochdi. Almas, meni kechirmaydiganligingizni bilaman. Sizga chidamay, shunda qamlashmaydigan ishni qilib qo'ydim. Shunga sizdan alayda afu so'rab kelishim. Boshqalarning xatlarini tiqib olish, o'qishning qanday jinoyat ekanligini bilamsiz. Shundaqmi razil bo'lamsiz? Sizni bek yaxshi ko'rganligim uchun. Oh, Tangrim, yaxshi ko'rish odamni shundaqmi shaxsiyatchi, qori niyat qilib etamdi? Xatni tiqib qo'ygan bilan yurakning muhabbatini yoshirg'ilib bo'lmaydi ekan. Zuhra, muhabbat chin ma'nosini aytganda insonlar orasidagi intayin qimmatli tuyg'u, intayin saf so'ygu. U ikki yurakning bir-biriga tutashgandagi yongan gulxoni. Men sizni deb chiroyli turmush qurib o'tgan edim. Sizning menga shundoq osiylik qilishingizni qat'iy o'ylamabdiman. Menda vijdon, g'urur yo'qmi? Meni kechiring. Bo'ldi, azoblanmang. Hamma ishlar o'tib ketdi. Beshimizni toshqa ursaqmi, asliga kelmaydi endi. Bugun sizni izlab kelishim o'zimni oqlash uchun yoki ikkimizning ayrilib ketganiga chidamasligim uchun emas, faqat o'g'limiz uchun. Bo'ldi Zuhra, uningdan g'am qilmang. U ishda siz qanday qilishni xohlasangiz, sizning ra'yingizga boqaman. Men mangu uning dadisi. Uni cho'qim yaxshi tarbiyaga ega qilish mening majburiyatim. Bo'ldi, xotirjam bo'ldim. Anglasam, Toshkentga boradigan bo'psiz. Rostmi? Ha, tayyorligim bitib qoldi. Bo'pti, bering.
Mən siz bilən şuncha yil uy tutdim. Muradımğa yetdim. Axırda yürəkinizdə yara qıldım. Əmdi bu işlərim üçün meni çoxum keçiringmi demayman. Çünki bu keçirdigan iş emas. Mən tolaraq bir işlarni oddiylik o'ylab qilaveraman. Natijada zo'r xatolik o'tkazaman. Mayli, niyatimning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar men xatolik o'tkazdim. Nodonliqim shunchalik yomonki, hatto to'y qilganligimizni Zulfiyaga o'z og'zim bilan aytganimga shunchalik pushaymon qildim. Almas, Zulfiyaning qishig'i berib, uni yaxshi kuting. Uydagi 10 ming yuan pulni akeldim. Mening ko'nglimni qaytarmang. Sizdan o'tinay. Dedi-de bir konvertni Almasga tutqizib, esalib yig'lab ketdi. Zuhraning yig'isini ko'rib, Almasning yuragi shuradi, erib ketdi. To'g'ri, Almas eng g'amkin g'urbatchilikda yashayotgan chaqlarda o'z ko'nglini bergan, borlig'i bilan uni kutgan, yaxshi ko'rgan ayolga oxir. Onun yig'isiga qarab turg'ili bo'latdim. U asta Zuhraning yeniga kelib o'tirdi-da, "Yig'lamang, ko'z yoshingizni surting. Bu pul menga tegil bo'ldi. Endi o'zingizga qaytarib beray. Yaxshi ko'nglingizga rahmat", dedi. "Yo'q, bu pulda sizning haqqingiz bor. Men sizga atab ekelgan. Mushu ishda bo'lsa-mu, ko'nglimni qaytarmang", dedi Zuhra yig'lab turib. "Emsa o'g'limizning o'qish ishiga shiltayli", dedi Almas tamkinlik bilan. Zuhra ko'z yoshlarini surtib, chek sochlarini tuzab, ig'ir besiqlik bilan uningga qaradi-da, "Sizga rahmat Almas. Yaxshi odam degan qachonda bo'lsin yaxshilikni qiladi ekan. Siz ana shundoq esil odam. Ayol kishi oldi bilan o'zini yaxshi turmush kechirishni, o'ziga mehribon, mijozi yaxshi tepishni o'ylaydi ekan. Men mana shundoq o'ylagan edim. Siz bilan to'y qilganimga yarasha baxtli yashadim. İnsan uchun bir qitim keladigan hayotda yaxshi bilan o'zi suyadigan kishi bilan yashaganga nima yetsin? Manga siz ana shundoq men orzulagan kunlarni ato qildingiz. Aramizda oltindek bir o'g'limiz bor. Umi sizni suyudi. Sizdan faxrlanadi. Men bilim jihatdan ojiz. Shunga siz o'g'limizni o'zingizga o'xshash yaxshi, bilimli odam qilib chiqish uchun zo'r badal to'lashga va'da bera olamsiz?" dedi umidli ko'zlarini tikib. "Men va'damda turaman. U mening o'g'lim, ham sizning o'g'lingiz. Menga ishining, bu ish uchun g'am qilishingizning hojati yo'q. Men odam. Men g'ayriblik, miskinlik patqiqiga petib yurgan chaqlarimda siz mening beshimni siladingiz. Biz obdan o'tdik. Sizdan xijil bo'ladigan bir yerim shuki, sizning o'tdek muhabbatingizga men yaxshi javob qaytara olmadim. Siz mening ko'nglimni tushunib, meni afu qilib yashadingiz. Men shuncha tirishgan bo'lsam-mu, chandirib qo'ydim", dedi Almas samimiylik bilan. "To'g'ri dedingiz. Men sizga erishdim, biroq sizning chin muhabbatingizga erisha olmadim. Ammo siz meni hurmatlab keldingiz. Biror qitimmi menga qo'pollik qilmadingiz. Buningdan cheksiz shodlandim. Uning ustiga turmushimiz ratlik, inoq o'tdi. Tegi taktidan aytganda, siz yaxshi tarbiya ko'rgan, bilimlik, kuyimchan Men sizni qo'g'lishib yurib to'y qildim. Biroq siz men bilan to'y qilmagan holatdami, baribir boshqa biri bilan to'y qilishingiz mumkin edi. Bu ishlar ayni chog'dagi sharoit tufayli yuz berdi. Bularni aytib nima qilay? Hamma ishlar o'tib ketdi." "Shundoq, hamma ishlar o'tib ketdi. Sizning turmushingizmi xotirjam o'tsin. O'g'limizdan g'am qilmang. Jinim, tenimda aman bo'lsa-la, u hargiz bo'yin qisib qolmaydi. Menga ishining, bo'lamdi." Zuhra Almasga rozimilik bilan qaradi-da, "Ishinaman. Siz cho'qim shundoq qila olaysiz", dedi. "Sizga va'da beray." Zuhra Almas bilan xo'shlashib mangdi. "Zuhra!" deb chaqirdi Almas kaynidan qo'g'lab kelib.
Zühre joyida turib qoldi. Almas uning qishig'i berib, "Sizning ko'nglingiz menga yetdi. Bu pulni o'g'limiz uchun bankaga silib qo'ying. Salomat bo'ling." deb pulni Zühre'ga tutqizibla orqasiga o'rilib mandi. 49 bob. Almas yo'llanmalarni topshirib olgandan keyin darhol pasport ishlatib tayyorlikni kutkazdi. Uning ko'nglida bir xil intizorlik, xotirjamsizlik, aloqzodalik aralash hissiyat bor edi. Chunki uning tunji oshiq qizi, söygan ayoli hayotidagi halqiliq paytda yana uni esiga ilib o'z yeniga chillagan edi. U aeroplanga chiqdi. Tunji qitim Zulfiya bilan billa bo'lgan safar xotirasi ko'ngil ekranida zohir bo'ldi. O'tdek havas, muhabbatga to'lgan ajoyib jo'shqin yoshlik davri o'tib ketganiga mana 20 yil bo'ldi. Shu topda uning yinidala bir jup qiz yigit o'ltiratdi. Qiz bo'lsa yigitning mo'rsiga beshini qo'yib uningga erkilayotdi. Yigitning quloqiga pichirlayotdi. Ko'zlari bilan yigitga tabassum yog'dirayotdi. "Ah, Tangrim", deb o'yladi Almas. Ko'ni joyda ko'ni tush takrorlandi ekan. Bir tongni yana bir tong kutib oladi ekan. Uning ichida o't yonadi ekan. Muhabbat gulxoni charaslab uchqun chachirdi ekan. Bu ikkisi yosh vaqtimizning aynan kartinasi emasmi? Ular naqadar baxtli-a? Menmu qiyrigan jenimga qaramay muhabbat uchun ketyapman. Yuragim yenyapti. Ashu yoshlik g'ubarsiz chaqlarim esimga kelyapti. "Apandi, nima ichsiz?" Kütkiç qizning savoli uning xiyollarini uzib qo'ydi. U kütkiç qiz sungan choyni ichib, endi ko'zni yumib, azroq aram olmoqchi bo'ldi. Biroq yana shu xiyollarning davomi kallasiga qapsilib, aramliq bermadi. Bir chaqda radiodan bir qizning nihoyat siliq, suzuk ovozi anglandi. "Assalomu alaykum, hurmatli yo'lovchilar. Xushvaqt bo'lgaysizlar. Hozir Toshkent shahriga yetib kelish oldida. Yana 10 minutdan keyin samolyot aerodromga qo'nadi. Tayyorlik qilgaysizlar. Sizlarga tinch omonlik, xotirjamlik tilaymiz." Almas derazadan pastga qaradi. Toshkent shahri xuddi shaxmat taxtasidek ko'rinadi. Ko'p qavatlik mehmon saroy, savdo saroylari, mag'rur qad ko'tarib turgan haybatlik masjidning munarlari, oddiy qo'ru joylar, ajoyib chiroyli bog'lar, rat-rat ko'cha bo'ylaridagi dal daraxtlar, gul giyohlar, xuddi sarangi qipidek ko'rinib qimirlab mengayotgan cho'ng kichik mashinalar. Toshkent, tarixning behisob varaqlariga ismi yozilgan tarixning shohidi. Sening qo'yningda qadimiy saltanatlik imoratlar qad ko'targan. Senda hayot jo'sh urg'an, senda madaniyat, san'at gullangan. Menmu sening qo'yningda san'atning ajoyib nodir buyumlaridan huzur olgan edim. Sen O'zbekistonning faxrisan. Ah, güzel Toshkent, senda shonliq tarixning izlari bor. Senda olim o'lima, ulug'larning qimmatlik bilim xazinalari bor. Bular avlodlarga mangulik miros, ularning qalbiga nur yoqadigan ajoyibotlardir. Menmu navqiron jigit vaqtimda sening qo'yningga bilim, ma'rifat izlab kelgan edim. Ana shu vaqtimda sening husn jamolingga xuddi sohib jamolga oshiq bo'lgandek oshiq bo'lgan edim. Ah, qaynoq, yiqimliq shahar. Sen yanada shu jo'shqinlik, jozibadorligingni yo'qotmabsan. Aeroplan dirildab to'xtadi. Yo'lovchilar bexatarlik tasmalarini yeshib, so'mkalarini ilib tushishga tayyorlanishdi. Almas shundoq taqozolik bilan go'zal shahar Toshkentning tuprog'iga qadam qo'ydi. Nurg'un qiz-yigitlar o'zining mehmonlarini kutib olishga chiqqan edi. U ko'nglida Zulfiya saq bo'lgan bo'lsa, cho'qim oldimga chiqadi deb o'yladi. Egiz bo'y, beshiga bodom do'ppi kiygan bir yigit uning oldiga keldi-da: "Assalomu alaykum",
Almas efendi bolamsiz? deb so'radi. Va alaykum assalom. Men shu. Xo'sh kelibsiz efendi. Men taksi şoförü. Zulfiya xonim meni sizni kutib olishga alohida buyurgan edi. Toshkent shahriga kelganingizni qarshi olaman. Rahmat sizga. Qani, mashinaga chiqayli. Mashina qo'zg'aldi. Almasning ko'zlari yo'lda. Ilgari o'zi mang'an ko'chalarni izlashtiratdi. Avgust oylari bo'lg'ashqa Toshkent shahri xuddi to'yi bo'layotgan qizdek ichilib ketgan edi. Bütün etraf yeşilchilik, ko'chalarni rangarang ichilib ketgan gullarning xush hidi bir olgan. Atlas ko'nglak, atlas tambal, sapmikash kiyib olgan, qosh ko'zlarga surma surgan ayollar, yosh kelinchaklar, qizlar shaharga texmi yorqinlik ato qilgan edi. Taksi Qizil maydon, Gum, Sun, ajoyib qaynoq bozorlardan o'tib Qashqar ko'chasi tarafga qayrildi. 20 yil mobaynida bu ko'chimi qisqarib, yangi yo'llar tushgan edi. Burunqi ko'chaning iznasi sifatida qolgan uy uning ko'ziga yana shundoq issiq ko'rinib ketdi. Ular qo'roning oldiga kelib to'xtadi. Almasning yuragi tez-tez silib ketdi. Mana bu qo'ro uning to'y qilgan uyi, uning yoshliqi, shoshliqi urg'agan, baxti ichilgan, baxtli makoni edi. Qo'roning tomlari oqartilgan, yo'lga qarab turgan derazlariga chiroyli pardalar tortilgan edi. Sho'pir yigit temir darvozani ichib qo'roga kirdi. Almasmo chamadonni ko'tarib qo'roga kirdi. U har doim uyga kirsila, Zulfiya yugurib uning oldiga chiqadi. Mana bugunmi Zulfiya oldiga yugurib chiqadigandek, o'zini uningga etib ko'rishidigandek bilinib ketdi. Biroq undaq bo'lmadi. Almas qetib turib qoldi. "Efendi, qani uyga kirayli", dedi sho'pir. Ular uyga kirdi. "Siz yuyunib, nasht qilib oling. Men 2 soatdan keyin sizni olg'ili kelaman." "Yo'q, men hozirla doktorxonaga boray." "Bo'lmaydi. Bizda zakon shundoq. Avval monchoq tushib oling." Almas yolg'iz qoldi. U uyga sapsilib qaradi. Ayni vaqtda deraza pardalari sinkarang edi. Hozir oppoq qordek esil pardalar esilgan. Tam bo'yi tizilgan yangi ishkaplar chilan rangida parqirab turadi. Ishkaplarga tizilgan xrustal qadahlar, mistin ishlangan, naqshlangan Hindistonning lo'nqilari, chiroyli piyolalar, taxsilar chaqnab turadi. Tamda Almas bilan Zulfiyaning cho'ngaytilgan surati esiqliq edi. Zulfiya beshiga oq nurki quloqcha kiygan qishliq palto bilan, Almasmu qalin qishliq palto va qora ko'l tumoq kiygan. Zulfiya o'ziga yo'linib, beshini uning do'lisiga takkizib kulib turgan edi. Almasning ko'zlariga yosh yamashdi. Ajoyib bir davrlar edi, ha? Mana, yana bir ramkada o'g'li jur'atning bo'vaq vaqti, pioner bo'lgan vaqti. Yana bir ramkada borotluq, qaraqash, qatqi sal-pal turilgan hozirgi vaqti unutilmas tarixning aynan xotirasi bo'lib turadi. Biroq o'g'liga mushu yoshga kelguncha biror kun otaliq mehrini berolmaganligini o'ylab, yuragi chinnida qilib etishdi. U ishlarini baldirda tugitib, sho'pir yigitni kutib o'ltirdi. Dal 2 soat bo'lganda sho'pir yigitmi yetib keldi. Ikkilan doktorxonaga qarab yo'l oldi. "Gul do'koni oldida to'xtab bering, gul elib olay." "Ma'qul." Ikkilan xeyli cho'ng bir gul do'koniga kirdi. Do'kon ichi xuddi Fransiya attari chechilgandek xushpurakliq edi. Almas gulchi xonimga qarab, "Xonim, 100 dona attirgul orasiga oq chechak qo'yib, bir dasta gul tizib bering", dedi. O'ttirbo'y semiz qosh ko'zlariga qiyniq surma surib olgan xonim Almasga qarab, "Bo'ladi, efendi, deganingizdek tizib beray, biroq bahosi qimmat", dedi. "Kerak yo'q, xonim. Mumkin bo'lsa, tezroq bo'lsangiz." "Xo'p, efendi, mana hozirla." U xonim semiz bo'lgani bilan nayt chaqqan edi.
bir qiz bilan billa guldastani shunchalik ko'ngil qo'yib tizdiki, gulxonadagi barliq guldastalar bu guldastaning oldida bo'yin qisib qoldi. Pah, pah, dedi Gulchi xonim tillarini chaqildatib. Bu guldastani xonishlarga taqdim qilsingizmi mamnun bo'ladi. Rahmat xonim, ko'nglimdagidek bo'ldi. Almas pulni berib, guldastini nayta avaylab ko'tirib mangdi. Do'konga kirib chiqayotganlar bu guldastiga qarab tillarini chaqildatib ketishdi. U doktorxonaning kutish uyida Zulfiyani to'rt ko'z bilan kutib turdi. Zulfiya uchisida doktorxona kiyimi, beshida yog'liq, asta eshikni ichib kirishiga Almas uning oldiga itilib keldi. Qadrlikim, biz yana ko'rishdik. Almas, hoş geldiniz. Sizni ko'rib, olamcha shodlandim. Bu rostili siz, ha? Zulfiya hozir yosh cho'kan emas, juvon edi. Biroq u yana shundoq latofatli, jozibador, xushbichim edi. Almas betaqat bo'lib Zulfiyani chin quchoqladi. U rostilla o'z ayolini topgan edi. Biroq uni topqani bilan ashu yoshlikdagi sodda, chiroyli qizni mangu topolmaydiganligini chunqur his qildi. Badandagi jarohat izi saqaysimi, yurakdagi jarohatning izi qolganidek, hijron azobini unutishning tasligini bilib yetdi. Har ikkisining abadiy yo'qolgan g'uborsiz yoshligi qaytib kelmas edi. Ikkilan quchoqlashib yosh to'kishdi. Yoshlari qo'shilib ketganidek, vujudimi bir-biriga qo'shilib ketdi. Almas uni texami chin quchoqladi. Bu rostdilisizmi? Ha, tinchlining jinim. Biz yana uchrashdik. Tiriklar ming qitim kuyib yonsimu, ming bir jabr jafoda yashsimu, bir kuni tasalli topadi ekan. Mana buni men o'zimdan qiyos qildim. Birdilla Zulfiyaning ko'ngli buzildi. Har ikkisining eng go'zal yoshlik chog'lari, uzukning ko'zidek chog'lari o'tib ketgan edi. Zulfiya, bu guldastani siz uchun tizdirdim. Qabul qiling, dedi Almas guldastani sunib turib. Zulfiyaning xushallikdan chehri nurlanib ketdi. Pah, bundaq gulni nada tizdirdingiz? Chahar bog'dan Sanamjon uchun tizdirdim. Yaradimi? Rahmat sizga. Bu gul bek chiroyli ekan. Men hayotimda qabul qilgan guldastlarning shohi ekan. Bir umri bir-biriga ko'ygan, bir-biriga intizor bo'lgan, bugungidek daqiqalarni kutib holsiragan bu oshiq mashqlar bir-biriga muhabbat bilan tikilib turishdi. Zulfiya, qadrlikim, dedi Almas. Sizga yana bir sovg'am bor, ham bu sovg'at bilan sizga deydigan yurak so'zim bor. Zulfiya sho'xlik bilan ko'zlarini xumarlashtirib qaradi. Almas kostyumining yonchiqidan bir dona qizil qopchuqni elib Zulfiyaga sundi. Zulfiya qizil qutini ochdi-da, hayronligini yo'shira olmadi. Yeşilmash cho'ngliqidagi brilliant ko'zlik oq oltin usuk yaltirab turardi. Bek chiroyli ekan, dedi Zulfiya hayojonini bosolmay. Almas uzukni elib, Zulfiyaning nomsiz barmog'iga silib, uning qo'llarini silab turib, lablariga tekkizdi-da: "Zulfiya xonim, men hozir yolg'iz, sizni yaxshi ko'raman. Menga tegishni xohlamsiz?" dedi. Zulfiya bu so'zga haqiqatan hayron bo'lib turib qoldi. "Men sizga rasmiy taklif qo'yibotman. Taklifingizni qabul qilaman, qadrlikim. Sizning birinchi qitim menga bergan uzukingiz menga bir umr hamroh bo'ldi. Ham sizning rishtingiz bo'ldi. Bu uzukni ko'rsamla sizni ko'rgandek bo'latdim. Bu sovg'ingiz bek qimmatli bo'lib ketibdi," dedi Zulfiya xushalliqni yo'shirmay. "O'ylaganlarim bor, Zulfiya. Buningdan qimmat bir sovg'am bor. U bo'lsa-mu mening muhabbatim,"
Zulfiya көзді ялтырап атқан ешіні сүртіп. Мен ішінімін, деді Алмасқа бір xil muhabbat, ishonch bilan qarab. To'y qilish taklifingizny qabul qilaman. Rostmi? Rost. Sizdek erga tegish baxt. Men bu baxt uchun 20 yillik umrimni soy qildim. Mayli emasmi? Oxiri sizga yetishdim. Almas Zulfiyaning nurlangan ko'zlariga, xo'shalliqdan titragan lablariga qarab, tatlıq gülümsiredi. Oğlum cüret görünmeydi-gu. Praktikaga ketken, ensirep qalmısın dep, doktorxanaga kirgenimni mi demedim. Qaytadigan vaqtimi bolup qaldı. Apam öydümü? Bu yerdimi yo'q-ku? Bir neçe dostu bilen Anjanga to'yga ketken. Özü saq turgandı? Ha, salomatligi yaxshi bo'lg'ashqa Anjanga ketdi u momay, dedi Zulfiya apsiga masliga kelganda qilib. Aradan hafta o'tdi. Almas bilan Zulfiyaning yurak qetig'i yoshiringan, shuncha yillar mobaydida yig'ilib qolgan so'zlari tugimidi. Bugun Zulfiya doktorxonadan chiqadigan kun edi. O doktorxona beg'idagi o'rindiqda Almasning yo'liga qarab intizorlik bilan o'ltiradi. Almas yiroqdan ko'rindi. O tegi qara, üstiga inchika oq yo'l tushgan raxtdan kostyum burulka, oq ko'ylak kiyib, qizil galstuk taqagan, chochlari ratlik taralgan, salmoq qadam bilan kelyotdi. O Zulfiyani ko'rish bilan qadamini tezlatdi. Ah, sizning hidingiz. Siz Zulfiya o'rnidan turishga tamshaldi. Qo'zg'almang, dedi Almas Zulfiyaning yenidagi o'rindiqqa kelib o'ltirib. Yaxshi turibsizmi? Zulfiyaning chiroyi xuddi yangi hayotga erishgandek shodman edi. Ikkilan yotoqqa kirib, narsa keraklarni yig'ishtirib, uyga qaytdi. Almas Zulfiyaga to'ymay qaraydi. Onun yüreki judalık derdide puçalangan bolsa-mu, Hüsn Jamali yana şundaq chiroyliq, jazibedar ko'rinadi. Ular çay içip, muңdashib o'ltirgandan keyin uzoq yil zariqib kutgan tunlar qo'yniga cho'kdi. Zulfiyani hayajonliq titrak bosdi. O, siz yaxshi ko'rgan yigitim, sizning vujudingiz, barligingiz, bir tal chechingizmi men uchun aziz. Sizni endi hech kimga bermayman, dedi pichirlab. Men mushu azizim, sizga bir umr qarsarman. Shunga umr bo'yi hayotimning oxirigacha sizni so'yiman, asrayman, dedi Almasmi pichirlab. Ikkilanning tundagi lazzat va huzurlari keyin erishgan shirin muhabbat va oila shodligi edi. Bizga uzun umr, baxt, saodat nisib bo'lg'ay. Ilohim, tilaklarimiz ijobat bo'lg'ay, dedi Almas. Rost aytasiz, g'oliblarning orzusi amalga oshadi. Biz 20 yildan keyin qayta hayotga, shirin kunlarga erishdik. Azobli kunlarimiz bizni bak xo'ratgan bo'lsa-mu, bizning muhabbatimiz u kunlarni unutildirdi. Baxt qo'yniga cho'mdirdi. Biz naqadar baxtli-ka. Zulfiya pichirlaydi. Almas tinchaydi. Tursunay Yunus'ning Vatan Söygüsü namlı romanini bugün muş yergacha o'qib beray. Davamini kelar qitim anglag'aysiz. Allohga emanet.